Salom do'stlar. Bugungi videoni chiqarishdan maqsad mijozlarimiz orasida qilingan dokumentlarni, ya'ni viza yoki registratsiyani haqiqiy yoki haqiqiy emasligini tekshirib bera olasizmi degan savollar oxirgi mahalla ko'p kelib tushyapti. Hop, shunga javob beramiz. Birinchidan, har qanaqa dokument ishlarini avvalo ishonchli, o'zingiz tanigan, bilgan yoki o'zingizni tanishlaringiz bilgan, sinalgan odamlar orqali qilishni maslahat beramiz. Hop, ikkinchidan, Qirg'iziston hududida xuddi Moskvaga o'xshab, lekin hali dokumentlarda ko'pi boyagidek falsifika qiladigan odamlar unaqa ko'p deb o'ylamayman hali. Chunki dokument ishlari o'zi endi chiqib kelyapti. Bundan tashqari, dokumentlarda, hujjatlarda falsifika qilishga hali hech kimni meni bilishim bo'yicha duxi yetmaydi. Bundan tashqari, bu hujjatlarda falsifika qilishda keragi yo'q. Buni hamma biladi, chunki bu odam kimdir shunaqa подделка dokumentlar qiladigan bo'lsa, Qirg'iziston ichida yuraveradi, lekin chegaradan chiqayotganda albatta bu ba'zidan bu dokumentlarda mavjud emasligi ko'rinadi. Shu uchun bu hujjatlar Rossiyaga o'xshab tashqarida yurgandek ko'rsatib, chegaradan oson o'tib ketish degan yo'l böyle o'tmaydi. Не прокатит deydi. Hop, keyingisi dokumentlarda, ya'ni aynan shu viza bilan registratsiyani hop savollar kelib tushayotgani uchun haqiqiy yo haqiqiy emasligini hozir men ko'rsatib beraman. Biz registratsiyani ko'rsatib beramiz. Haqiqiy yo haqiqiy emasligini tekshirishdi. Hop, lekin vizani originalligini yo original emasligini tekshirish uchun faqat o'sha viza qilgan odamgina tekshirib bera oladi. Chunki vizani rasmiylashtirish jarayonida u odam o'zini pochtasini kiritadi va shu pochtaga keladigan kodlar orqali tasdiqlanadi. Shu uchun buni ko'rsatishda foydasi yo'q. Buni ko'rsatmayman. Buni har bir prosta vizani nimaligini, falsifikaligini bilish uchun boyagi referens nomeri bo'ladi. Shuni masalan bizlarga berilgan bo'lsalar tekshirib berishimiz mumkin. Uni ham tekshirib bo'lmaydi. Unga kod kelmaydi. Shundan uni vizani haqiqiy emasligini bilsa bo'ladi. Yoki chegaradan o'tayotganda o'zingiz chegara xodimlaridan so'rab ko'rishingiz mumkin. Viza bor yo yo'qligini. Hop, biz bugun hozir registratsiyani tekshirishni ko'rsatib beramiz. Bu uchun bizga oddiy telefondagi skaner приложениесі kerak bo'ladi va siz olgan registratsiya hujjati kerak bo'ladi. Hop, bu uchun bizga telefondagi skaner приложениесі kerak bo'ladi. Bu har xil smartfonlarda har xil bo'lishi mumkin. Biz hozir shu skaner nomli приложениеdan foydalanamiz. Uni ochib ko'ramiz. Hop, birinchi ochganimizdan keyin qo'lingizdagi o'zingiz registratsiyangizni, endi bu registratsiya qog'ozda QR kod bo'lishi kerak. Bu QR kodda sayt joylashgan bo'ladi, ya'ni bu Qirg'iziston bazasiga o'tkazadigan sayt joylashgan bo'ladi. Registration degan. Hop, bundan keyin перейти на saytga bosamiz. Перейти на saytga bosgandan keyin bu skaner приложениесidan прямой saytga o'tiladi, ya'ni o'sha bazaga o'tiladi va buni yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, tepasida birinchida status registratsiya degan joyi bor. Bizga основной shu joyi va uni ro'parasida
registratsiyani haqiqiy ekanligini tasdiqlovchi so'z decision bo'ladi. Ya'ni qo'lingizdagi registratsiya o'sha decision, ya'ni ishlayapti degani. Xo'p, agar bu skanerga tutgandan keyin bu yerda qandaydir bir yozuv chiqadigan bo'lsa, tushunarsiz yoki перейти saytga bosganda bu yerda sizni kerakli saytga o'tkazmaydigan bo'lsa, bunda bilsangiz bo'ladi, bu registratsiya o'sha poddelka bo'ladi, bu registratsiya bilan yurib bo'lmaydigan bo'ladi.